Dadosh, olib kelgan pardalarim yoqdimi? O'ldi. Voy sharmanda. Uyat qayni kelin? Parda deymi? Ayamni dadasini otdi parda-ku. Nima deydi Dadosh? Au, derazaga chopan-de. Dadosh, uzoqlardan qachon kelasiz? Xoshni tuvalga kirib kelaman. Bozordan shaffof keling, sovqotyapman. Yana beti yo'q. Bozor deymi? Opamni erini oti bozor voy-ku. Sharpam deymi? Akamni oti Sharif-ku. To'g'ri kelgan so'z esib qo'yganmiz Dadosh. Bozorda odam go'jim jeydi. Sharifni bo'yintiroq-de. Dadosh, ukamizni to'yiga xo'roz olib boraylik. Meni sensiraman kelin. Ukangiz to'yda o'g'lim nima qiladi? O'ldi. Sunnat amakim bilan xo'roz va jiyan xafa bo'ldi. Og'zimdan chiqqan so'z kimnidir ismi bo'lib chiqyapti Dadosh. Yig'layapsanmi? Yig'layotganim yo'q. Jinni, men bilaman-ki, meni alday olmaysan. Sunnatni chekankada xo'rozni tovuq erkagida masala hal. Onashi. Aya keliningizga ayting, xursand bo'lsa ham xafaman desa, xursand xolam xafa bo'ladi. Ha, rostdan ham shakari tuqqan shirini mazatsin. Bo'lmasa ammalaring xafa bo'ladi. Dadosh, odam g'ovjim joydan tuqqan, bo'yintiroq derazaga chopon, dasturxonga mazza. Keyin ukamni chiqarga to'yiga tovuqni erkakni olib keling. O'ylaygar, birantasiga tushunma. Bu ismlar qo'yishda abidga nima ishni o'ylaganchalik o'ylashmagan ol. Hammasini olib kelsangiz, xafaligimdan osmonga sakrayman Dadosh. Baxtli bo'ling. Qo'sha qaring. Nega dadam pul bersa rahmat deyolma, dadamni ota rahmat. Shoh bo'ling deyman, shoh bo'ling deyman. Yeb baraka toping, mana kelin. Rahmat. Abunisi ham chiqdi-ku. Happy birthday to you. Happy birthday. Ko'rininglar mollar yemini ber. Oho, tug'ilgan kun emas, to'y bo'lib ketibdi-ku. Yexti, suvchincha, jirjang'aq, yuppi, vafli tort. To'y bo'lib ketibdi-ku. Dada tug'ilgan kuningga aytgan sog'om olib keldingizmi? Kanishni bolajonim, mana iPhone 17 1 terabaytligi. Oranjli emas, oqini dedi-ku. Kerak emas, bu oqmas ekan. Sizlar meni yaxshi ko'rmaysizlar. Ana ko'rdingizmi, bolaga diski travma berdingiz. Dada meni tug'ilgan kunimga va'da qilgan sovg'ani olib keldingizmi? Kanishni mana senga 2 yoshlik toshchoq olib keldi. Yo, Dali, endi meni boychivorim bor. Tutma. Bolam bu yil tug'ilgan kuningga toqqa olib boraymi yo parkka olib boraymi? Voy, park bilan toqqa har kuni boradi-yu. Yo'q, bu safar Dubayga olib borasiz, dada. Obid ketmonchayni olib ketdik bug'doy sug'arishga. Dadasi bugun tug'ilgan kuni-ku, bug'doy uy sug'arib kelag'ay. Bu borib o'zapayoyadi, zing'illab olam. Osh, qozon-kebab, shashliklar tayyor. Stekchi stek. Stek nima u? Ana, non palov ham tayyor. Aya, osh palov qilaman dedingiz-ku. Bu ham palov bolam, faqat non palovda. Pitsa ham zo'r ekan. Qozon kabob ham xil-xil bo'pti. Kimga qanaqa tamlisidan? Menga gold. Menga apelsinli bolam. Dada bu yoqdan chiqib jo'ralar bilan dachaga boramiz. Bo'ldi, toychog'im. Ava. Yaqinlarni birlashtiruvchi tam. Aya, meni tug'ilgan kunimga boshqa ovqat yo'qmi? Bo'ladi, shu tug'ilgan kuningni qolgani yangi yilda qilamiz. Men yiliga 2 marta tug'ilgan ekanman. Ayol sinfdoshlarim nima aytsamaylikmi? Yuppi ichding, non palov yeding, yemaganing bitta tayoq qoldi. Hozir tayoq ham jeydani olib kelgan otimni ham sindirib tashlayman. Yo, bo'ldi, tavba qildim, chaqirmayman. Ota-onalarimiz nima desa xo'p deb yog'och otga xursand bo'lgan oxirgi avlod bizlar bo'lsak kerak. Toki ajoyib kunlar ota-ona bag'rida bolaligim. Men nech marta aytaman, Instagramdagi hayotga ishonmanglar. Har kun restoranda, har kuni bir zalda bunday story qo'ygan, ishonmanglar, yegan turmushi shu bo'lardi mana. Makaronli non palov. Non palov. Mazza qilib bolalikni eslab non palov yapmiz. Yana kimda shuna xotiralar bor, bolalik bilan bog'liq shuna xotiralar bo'lsa, ayniqsa tug'ilgan kun haqida zo'r narsa olyapmiz. Mana shu dasturxon mayli bu yoqda bir shohona bo'lmasligi mumkin, mayli bir dunyoning turli noz ne'matlar bo'lmasligi mumkin, lekin o'zgacha bir rohat bor edi, o'zgacha bir xotirjamlik bor. To'g'rimi yo'qmi? Kim meni anaqamga qo'shilar gapimga? Shunday kompotda yuppi mana. Yuppi kim eslaydi? Shunday tovoqchaga shunday suv solib, rang solib qo'shib mazza qilib ichdik-ku. Idishlarga bilan qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Mazza qilyapmiz. Buni bor-ku. Dunyoni menman degan restorandan topa olmaysizlar bu ta'mni. Hozir opam bundan ortiq maqtanmayman. Yaxshi chiqdimi o'zi? Zo'r. Yana qanaqa xotiralar bor? Yozib ketinglar.